Hammaga assalomu alaykum. Bolalar, yaxshimisizlar? Bozordagi eng muhim tasdiq bilan qilinadigan entrylarni ko'rsatib o'taman. Bitta sell, bitta buy, bugungi kunda qilingan entryni ko'rsatib o'taman. Misol uchun H2 time frame. Birinchi navbatda bolalar qaranglar. Savdo qilishimizdan oldin data, qaysi para, necha account va qaysi kill zone'ga ahamiyat qaratishimiz kerak va undan tashqari narx distribution fazasidami, manipulationda yoki accumulationdami? Mana shu narsa, ya'ni narx trend buydami, selldami yoki range'dami? Mana shu narsani aniqlashimiz kerak. Va asosan nima yechilishi buy side yoki sell side likvidlarga ahamiyat qaratishimiz kerak va HFT confirm va kichkina time frame'dagi confirmga ahamiyat qaratib qo'shimcha tasdiq bilan pozitsiya ochiladi. Mana shu narsa bizda asosiy buy side, bizda buy side bor, mana yozaman. Ketma-ket yozib boraman. Buy side olindi va bizani narximizda buy side olindi. Buy side olingandan keyin bizani bu yerdagi SSD narxni ozgina bo'lsam reaksiyasini berib, impuls bilan narx quladi. Ya'ni oxirgi bu yerda shakllangan sell switchni narx pastga yorib o'tdi. Bizda qo'shimcha tasdiqimiz bor. Bu bizani breaker blokimiz hisoblanadi va orasida FVG zona. Va nima qilamiz? M5 time frame'ga tushamiz. M5 time frame'ga tushadigan bo'lsak, bu hech qanaqa kill zone payti emas. Mana shu narsa kill zone payti emas. Prosta hozir kill zone paytini tushuntirib o'taman, kill zone payti emasini ham tushuntirib o'taman. Narxga qaraydigan bo'lsak, narx bizani bu ertalabga to'g'ri kelganda mana shu narsa. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana H2 time frame'dagi FVG zonadan tasdiq kutamiz. Tasdiqimiz nima? Birinchi narxdan bu yerda SSD'sini berib, qo'shimcha tasdiq yo'q, yana da bafk. Ya'ni qo'shimcha tasdiq nima? Ya'ni qo'shimcha tasdiq SSD berdi, SSDdan keyin yana bitta qo'shimcha breaker reaksiya ko'rishimiz kerak edi. U narsa bo'lgani yo'q. Va maksimum sweep qildi. Maksimum sweep qilganda oxirgi shakllangan buy switchni narx tana bilan olishini kutamiz. Tana bilan oldi va bizning bu yerdagi oxirgi sell switch breaker blok va orasidagi PVK da ham biz tasdiq kutgan holatda enter qilishimiz kerak bo'ladi. Tushundinglar? Ya'ni tasdiqni ichida tasdiq qarovi bor. Mana shunga ahamiyat qaratinglar. Ya'ni bu yerda mana FVG bilan breaker blokdagi SSD shakllandi va SSDdan men enter qilaman. Maksimumga stop loss qo'ygan holatda mana shu momentda 1 ga 2, 1 ga 3 bemalol ishlab olsa bo'ladi. Mana shu narsa. Endi qaranglar, buyni biz qanaqa qilishimiz? Umumiy bu yerdagi likvidlar olindi. Endi biz buy ishlashimiz kerak tepadagi qisman likvid zonagacha. Endi buyimiz qanaqa bo'ladi? Narx minimum sell side-ni oldi. Sell side-ni va oxirgi sell switch'ni buy switch'ga urish kerak. Buy switch'ga oldi, qo'shimcha tasdiq yo'q. Yana ko'rdinglar. Yana bitta SSD bergani yo'q. Ikkita SSD bergani yo'q. Va nima qilamiz? Eng muhimi bolalar ikkita SSD bilan ishlaylar. Mana shu zo'r. SSD berdi va minimum yana oldi. Yana maksimum minimum, yana minimum bo'ldi. Ya'ni bu yerda oxirgi shakllangan sell switch'ni tana bilan olgani yo'q. Ko'rdinglar. Va yana minimum oldi, biz maksimum minimum oxirgi shakllangan sell switch'ni tanasi bilan oldi. Lekin narx tushgan momentda order block, bu yerda shakllangan order breakerda tasdiq yo'q, qo'shimcha tasdiq yo'q. Ya'ni reaksiya olib, yana bitta MSS'dan keyin SSDdan keyin kirsa bo'lardi. Lekin narx yana minimum oldi. Bu yerda shakllangan OB. Narx buni yorib o'tib shakllansa biz ishlagan bo'lardi, lekin narx yana minimum oldi. Bu minimum olishda bizda bu yerda shakllangan OB yordam berdi va OB ni biz tortib qo'yamiz. Sababi narxda bu yerda tasdiqlanib bergandan keyin bu OB bizga kuchli breaker blokni shakllantirib beradi shu sababdan. Va oxirgi sell switch'ni narx tanasi bilan oldi va SSD, ya'ni biz SSD ikkita SSD bo'lishini kutamiz. Ya'ni narx yana bitta momentda SSD'sini berdi. Mana ko'rdinglar. Va bizani OB ni breaker blokka aylandi. Bu yerdagi SSD oxirgi bu yerdagi sell switch'ni tanasi bilan yorib o'tgan holatda, ya'ni va OB ni breakerga ham aylantirib berdi. Ko'rdinglar. Endi qaranglar. Mana shu breakerda reaksiya olib qo'shimcha tasdiqdan keyin kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, narx reaksiya oladi va sell switch shakllanib yana bitta impuls bilan OB bilan kirsa bo'ladi. Lekin momentni o'zida biz enter qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, narx OB breakerga aylandimi bo'ldi. Momentni o'zida enter minimumga stop loss qo'ygan holatda ishlasa bo'ladi. Lekin undan oldin menga qaranglar. Narx atqat berib, bu yerda tana bilan olgan, mana bu yerda mana olgan. Lekin bu stop loss olgan, mana ko'rdinglar. Bozorda har xil holat bo'ladi, bolalar. Bozorda ya'ni bu analiz 0 ishi degan narsa emas. Bozorda har xil holat bo'ladi, mana ko'rdinglar. Prosta tasdiq, ya'ni tasdiqning ichida tasdiq kutib ishlagan yaxshi. Mana shu narsa. Ya'ni bu yerda breaker, endi qaranglar, breakerni momentda tanasi bilan yopdi, enter qildi, lekin bu yerda bitta stop loss, lekin bu yerda
breakerda enter prosta qarab turamiz, narx chiqdi. Chiqqaniga sell switch berib, bu switchni ham yana bitta SSD berib enter, bu ideal. Tushundinglar? Ya'ni tasdiqmi? Tasdiqning ichida tasdiq kutib ishlagan bu juda zo'r narsa. Mana shu narsada ko'pchilik xato qiladi. Misol uchun narx mana ichki likvidga chiqdi. Mana M30 dagi boyagi mana likvid zonaga chiqdi. M5 time frame ga olamiz. Mana bu yerda mana shu likvidni oldi. Likvidni endi qaraymiz. Likvidning yechilishida yordam bergan zona qaysi? Mana shu narsani biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. M15 mana misol uchun mana bu OB tanasi bilan yorib o'tdi va narx SSD bizning tasdiqimizni bergan. Endi katta ehtimol, ya'ni bu yerda enter qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda narx tanasi bilan yorib o'tishi va bizda breaker shakllanadi. Bu yerda breaker va breaker HFT vazifasini bajaradi va bizning HFT o'zi internal yechilgani, internal qo'shimcha tasdiq bu bizning breaker shakllangan va M5 tarafimda tasdiqlar bilan ishlasa bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima demoqchiman? Tanasi bilan yorib o'tdi. Breaker bor, ya'ni breaker shakllandi. Breakerda SSD da enter maksimumga bos qo'ygan holatda minimumgacha target qilsa bo'ladi. Tushundinglar? Ya'ni bitta tasdiqni o'zida ishlab bo'lmaydi. Bolalar 2-3 ta tasdiq bilan kirishimiz kerak bo'ladi. Hali bu batafsil tushuntirmadim. Xudo xohlasa hozir qisqa tushuntiryapman, sababi ko'proq ma'lumot baribir tushunish ehtimoli past. Qisqa tushuntiradigan bo'lsam, tushunishlar tezroq bo'ladi. Mana yana nimalar o'rganishni xohlasa, kommentda yozib qoldiringlar. Batafsil xudo xohlasa keyingi videolarda chiqaramiz mana shu narsani. Hammaga rahmat, sizlar bilan zitray.